Assalomu alaykum. Yaxshi. Kesada avtosalondan Sherzodman, tanidingizmi? Ha, Sherzod. Sizga bitta yangilik bilan telefon qilayotgandim, Ro'zoy opa. 20-avgustdan 31-avgustgacha shu salonimizda mashina olganlar orasida yutuqli o'yin tashkil qilingandi. Shunda siz iPhone 16 yutib oldingiz. Shuni tabriklab qo'yay deb telefon qilayotgandim, opa. Rahmat. Dushanba kuni 22-sentyabr kuni dushanba kuni kelib turib, avtosalonimizga pasportingiz bilan kelib turib, olib ketsangiz bo'ladi telefonni. Tabriklayman, opa. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. 20-avgustdan 31-avgust vaqt oralig'ida Kia avtosalonimizda avtomobil sotib olganlar mijozlari orasida sovrinli o'yinimiz tashkil etilgandi. Ro'zoy opamiz Sanet avtomobilini sotib olib, iPhone 16 yutib oldilar. Ro'zoy opa, tabriklayman. Rahmat. Bir og'iz fikringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Mana shu olgan edik mashina. Mana bizga hozir mana shu salondan iPhone telefon bizga sovg'a qilindi. Hammaga mana shu salondagilarga ham katta rahmat, mana shu o'g'illarimizga ham rahmat. Hammaga nasib qilsin.